Agar siz bu mevalarni ozdirish xususiyati borligini bilganingizda, har kuni ratsioningizga qo'shgan bo'lardingiz. Bulardan birinchisi ananas bo'lib, ananas tarkibidagi ferment oqsillarni yaxshi hazm bo'lishiga yordam beradi, ishtahangizni pasaytiradi va undan tashqari organizmga toksinlarni chiqarishga, ortiqcha vazndan qutulishingizga yordam beradi va bu ajoyib meva shirinlik o'rnini ham bemalol bosa oladi. Ikkinchisi esa kletchatkaga boy bo'lgan antioksidant kivi mevasi. Kivini albatta har kuni ratsioningizga qo'shing. Ham ortiqcha vazndan xalos bo'lishingizga yordam beradi, sog'lom bo'lishingizga yordam beradi. Sababi kivi tarkibida vitaminlar juda ham ko'p. Shuning uchun ham har kunlik ratsionga oziqotganda kivini kiritish kerak. To'g'ri, qo'llashga qarshi ko'rsatmalar bor, ya'ni allergiyasi borlarga, oshqozonda muammosi borlarga bu mevalar mumkin emas, lekin agar sog'lom bo'lsangiz, har kuni shu mevalarni ratsionga kiritib, ortiqcha vazndan maza qilib tezda xalos bo'lishingiz mumkin. Va albatta bu mevalarni kechki taom o'rniga iste'mol qilishni maslahat beraman. Shunda natijasi siz kutgandek a'lo bo'ladi.